Bir chumchuq Allohdan xafa bo'libdi. Kunlar o'tdi, chumchuqlonmim demasmish. Chekinib, chuqur qayg'uga g'arq bo'libdi. U endi Robbisiga yuzlanmasdi va u bilan suhbatlashmasdi. Farishtalar chumchuq haqida Allohdan qiziqib so'rashdi. Har safar Alloh farishtalarga u qaytadi deb javob berar ekan. Chunki uning ovozini eshitadigan yagona quloq menman. Uning mitti qalbidagi og'riqni biladigan ham o'zimman, derdi. Bir muddatdan so'ng ko'zlari yoshga to'lgan chumchuq daraxt shoxiga qo'ndi. Qudrati cheksiz Robbim chumchuqni va nihoyat chaqirdi. Menga ayt ey chumchuq, seni qiynab yuragingni qayg'uga to'ldirgan qanday muammoing bor? Farishtalar chumchuq nima deyishini bilmoqchi bo'lib unga qarashdi. Chumchuq ma'yus, biroz tamli ohangda dediki, mening kichkina inim bor edi. U yerda charchaganimda dam olardim, sovqotsam panoh topardim, hech kimni bezovta